Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, ko'pincha onun xabarida bo'lgandek bir necha kun oldida bir videolik suhbat qilgan edik. Tövende şunun davomi va oxiri sifatida qisqacha to'xtalmoqchi qarindoshlarimizningki astoydil anglab yaxshi foydalanib olishini umid qilamiz. Oldin qatimliq suhbatimizningki Facebook'a yo'llangan qismining oxiridan 10 necha minutlik ya'ninki ovozi yo'q yo'llanib qolibdi. Bu Facebook shirkatininki qilgan ishimi yoki boshqa sababmi bilmadim. Lekin YouTube kanaliga yo'llab turib, onun ulanmasını şu Facebook'taki şu suhbat yo'llangan yerga, şu suhbatning ustiga chaplab qo'ydik. Oxirini ko'rmagan qarindoshlarning shu yerdan ko'rib olishini, anglab olishini umid qilamiz. Ve bu sohbetimizden hem astoydil anlap yaxshi foydalanishini qarindoshlarimizni umid qilamiz. Xo'sh, biz oldin qatim bugungi kunda chiqayotgan biz Qur'onga ergishimiz, bizga Qur'on yetarlik degan shuar bilan chiqish orqali kishilarning zehnini, fikrini qalaymiqon qilayotgan kishilarningki kelib chiqishi va bularningki ulanadigan yeri, bog'lanadigan yerlari qatorliq nuqtalar haqida qisqacha to'xtalgan edik. Xo'sh, qarindoshlar. Qarindoshlarimizga hamda mening deydigan, buningda deydigan nuqtaliq so'zim etrafimizdagi bizga bevosita yoki vositalik shaklda munosabatlik bo'lgan kishilarni mayli diniy nuqtadan bo'lsin, siyosiy nuqtadan, milliy nuqtadan har holda jamiyatga ma'lum jihatdan foydasi yetadigan yoki ziyoni yetadigan. Cemiyette ma'lum sahada yoki ma'lum sahaga tava bir şekilde bir hareket qiladigan kishilarni yaxshi bilib bilish kerak va ularni muayyanlashtirib o'tish kerak qarindoshlar. Ma'u mandaq odam. Bu odamning tavalligi bu, mansubiyati bu, xarakteri bu, mangadigan tutgan yo'li bu. Bu odam mandaq odam. Bu adamga ergashsak bo'ladigan odam. Bu odamning gapini anglasak bo'ladigan odam. Bu odamning so'zidan foydalansak bo'ladigan odam. Ma'u biz gapini anglasak bo'lmaydigan odam. Gapiga ishonsak bo'lmaydigan odam. Bu odam millatga ziyonliq, diniy jihatdan xatarlik odam, buzuq odam, buzg'uncha odam. Bu odamdan ehtiyot qilish kerak. Ma odamningki ba'zi gapidan foydalanishga bo'ladi. Ama hamma gapidan emas. Deganga o'xshagan kishilarni ma'lum jihatdan nisbatga olib, nisbatlik bir şekilde farqlantirib olish to'liq muhim qarindoshlar. Mesela şeytanni misol olaylik. Şeytanga ergishib qilishdan, onun har qanday bir so'ziga ishinib qilishdan islom dinimiz qat'iyan cheklaydi. Allah'ın Resulü bunun tamamen çeklaydı. Bu bütün vesveselerde 365 gün barlık hareketlerde bizge hata, udullam, yalıngaş hata gaplam kılamdı. Hatalam vesvese kılamdı dese ya, bazı da doğru neslerini arlaştırıyordu. Bazı da doğru neslerini arlaştırıyordu. Hiç bulmaganda hata bulmagan neslerini arlaştırıyordu. Qanday jihatdan, qaysi nuqtadan yoki qanday chaqda. Bir inson yaxshi bir ishni, muhim bir ishni qilmoqchi bo'lgan vaqtida buningga nisbatan xato emas, ammo oningdek muhim emas. Shu vaqtning o'zida buni qilish eng muhim bo'lgan bir chaqda mushuningdan mahrum qilish uchun bu muhim bo'lgan, foydali bo'lgan ishdan uni to'xtatib qilish uchun onunga muhim bo'lmagan bir ishni ko'rsatib turib, ya hozir mavni qilmamsa, mav degan unday ish emasmi, bunday ish emasmi, mani qilsang unday bo'ldi emasmi, bunday bo'ldi emasmi shaklda onunga yana boshqa bir ishni ko'rsatib turish orqali, onunga qiziqtirish orqali buni bu vasvasada, bu cho'ng foydadan, cho'ng xizmatdan, cho'ng ishdan mahrum qo'yadigan chog'lari bo'ladi. Cho'ng ishdan mahrum qoldirish uchun
kichik ammo yaxshi, to'g'ri ish, lekin kichik ishlar yoki o'ziga qarashliq shu bir insonning o'ziga munosabatli ishlar bilan uni umumga munosabatli ishlardan qarshilik qilish ahvollari bo'ladi. Onun için İslam dini bu şeytan bo'lganligi uchun mesela şu işin o'zida şu insonga yordam qilmoqchimi? Şu insonga foyda yetkazmoqchimi? Şu yuqorqi misoldan bilib olishga bo'ladi. O insonga hargiz foyda yetkazmoqchi emas. O insonning texmi cho'ngroq ish qilib qilishdan uni to'smoqchi. Bu aslida insonni aloq qilmoqchi, insonni ozdirmoqchi, insonni o'zining yo'liga boshlamoqchi. Hatalaştırmakçı insanı. Günahlarını patlatmakçı. Günah yolları mağdurmakçı. İsyan yolları da mağdurmakçı. Asilik de mağdurmakçı. Onda kılanmagan vakitten üzere hiç bulmaganda yaxşı işini kılıştın tosap kalıdı. Çoğun işlerini kılıştın küçük işlerini köşüş arkalık tosap kalıdı. Demek bunun bütün vesvesesi insan için ziyarlak. Onun için insonga foydali narsa o'ylamaydiganlik uchun bir to'g'ri narsani ko'rsatganda qilgan bilan bu yerda u insonga foyda yetkazishni maqsad qilmaydiganlik uchun islom dini qanday qilgan bunga ergishib qilishdan qat'iy to'sgan. Shuningdek, mana navbatda jamiyatimizda fitna fasod tarqatayotgan, shubha tarqatayotgan bir qism islomiy tushunchasi ojiz bo'lgan qarindoshlarimizni ozdirishga harakat qilayotgan, hech bo'lmasa jamiyatni qalaymagan qilayotgan, kishilarning fikrini qalaymagan qilayotgan, zehnini kashar qilayotgan Kerem Zahirga o'xshash, Ahmedjon Osman bemi boshto'g'roq degandek Ahmet Dutachi Ahmetga o'xshash mana mushundaq kishilarning o'zi qarindoshlar her vaqt xato gap qilamdi desa yo'q. Ba'zida to'g'ri gapni qilib qoladi. Ezib tizib to'g'ri gap qilib qoladi ba'zida. Ba'zida g'arazlik bir shaklda to'g'ri gap qilib qoladi. Ama bularni bekitib o'tish kerak. Bularning hozirgacha bo'lgan qilgan ishlari, degan gaplari, o'tirib qo'ygan fitna fasodchiliklari bularning ozg'un insonlar ekanligi, bularning xatolashib qolgan emas, ozg'unlikni tanlagan, o'zi ezib bo'ldi qilmasdan kishilarni ham ozdirishga harakat qiladigan, hatto vazifalik bo'lgan kishilar bo'lganligi uchun bularni muayyanlashtirib o'tish kerak qarindoshlar. İnsanlar bizden emas. Til jihatdan tug'ilib o'sab bitirish jihatdan Uyg'urga mansub bo'lsa-mu, Uyg'urga foydali insonlar emas, Uyg'urga ziyonli insonlar. İslamga ziyonli insonlar, islomdan emas. İslamning ichida turib, islomcha gap qilganda qilgani bilan bularning islom bilan aloqasi yo'q. Musulmon emas. Demak, bu insonlarning Qur'onda mundaq deb Qur'on munda degan, Allah munda degan ma gaplari ozdirish uchun qo'llanayotgan gaplari bularga ishonmaslik lozim. Bulardan hazib bo'lish lozim. Deganlarni muayyanlashtirish kerak. Demakchi. Kerem Zahir degan endi shundaq insonlarni, shundaq instruktor ko'p turib binasi o'rgangan, ammo o'rgangan narsa manfaat qilmagan narsani Kur'an-ı Kerim'de eşek o'xshatadi. Şu eşek gibi insanların özüne ularning qilgan gaplarini menimcha oddiy seviyadagi odamlar tushunalaydi. Oddiy seviyadagi odamlar tushunalaydi. Tunib yetdinglar qarindoshlar. Bularni muayyanlashtirib kerak. Masalan, bu inson deydiki, eşek go'shti halol dedi. Masalan, namoz islom dinining Qur'oni Kerimda Allah 2 vaqt namoz o'qishga buyurdi deb yuriydi masalan. Qur'oni Kerimning nerede desa uni o'qiolmaydi, topolmaydi, hatto bir oyatlarni keltirishga urinsimi, joyida joylab o'qiolmaydi. Bu bir nuqta. Buning og'zining kelmasligi normal ahvol emas. Bu Qur'oni Kerimga mansub inson bo'lmaganligi uchun Allah buningga bu Qur'oni Kerimni joyida o'qishni ham nisb qilmagan.
Bunu da mehrum kalgan insanlar. Emniyette Kur'an-ı Kerim'de şu bir noktanın misal üçün deyişilen birge bir aydınlaştırıp ötep giteyli kırındaşlar. Şu bir nokta arkalı kosumu bunu mu eyleştirirsinler? He, 5 vakit namazını 5 kıtım okuş, 5 vakit okuş, o cahiliyetin işi idi. Ama Kur'an-ı Kerim'in talimatı 2 vakit okuş. Diş arkalık demiş kıldı bu. İmandan çıktı kardeşler. Bu imanın bile devatıma bu nasıl? Çak kıldığın nasıl bu? Bir hissiyat tayinip durup kılıvatmayımız biz bunu. Bu şuraydıgan çekediğin bir tabiatımız yok bizimki. Tanışılıp kalkan yerimiz yok. Ne ayeti sağlam malatı davatımız bu sözü bile imandan çıkıyor. Demiş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e töhmet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu haktaki bir ikinci gündüzde 5 vakit namaz var. İslam dini şunun üstüge kuruldu degen bu talimatını, bu buyruğunu qanday kıldı? İnkar kıldı. Bunun bilen İslam'dan çıkıldı, İslam'ın hükmüde. Bu biri. Yani biri bunun kişiliğini yukarı degenimizde İslam dininden bek tanışıp ketmegen, İslam dininin talimatını bek yaxşı bilip ketmegen, üzeki bilgen qarindoshlarimizni bosumu az duruşunu oylagan. Aşıda okşaydı dep tushunishga, ekilishga harakat qilgan. Emniyette Kur'an-ı Kerim'e qaraydigan bo'lsa, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var arkadaşlar. Misal üçün şunu dep ötey. Estağfirullah. Hafizu alas salavati ve salatul usta. Hafizu alas salavat ve salatul usta deyilgan bir ayet var. Ey müminler sizler namazlarga qattiq ahamiyat beringlar. Bulup mu oturdaki namazga? Okumay qaladigan ish yuz bermesin. Sel qarab qalmanglar. Favqulodda jiddiy qaranglar. Esinglardan chiqib qolmasin. Her vakit işinizde olsun ki 5 vakit namazını vakti saatinde okuşka, ada kılışka adetlenenler. Digen bu ayet-i kerimedeki salavat digen bir söz var. Köplük sözü. Namazlara ehemmiyet verenler digenlik namazlar digen bir köplük söz bu. Onun keyinde tekimi güçlendiriş için bulup mu oturdaki namazga tekimi ehemmiyet verenler digen muşunun üzerinden, muşu iki noktanın üzerinden bu zihniyetteki insanlığa nispeten yeterlik derece çıkıldı. Doğrunu bilibiliş arzusundaki kardeşlerimizge bu yerden o kadar roşen talimat çıkıldı. Namazla bu köprüksan böyle kandak tilde olsun bir iki degen bolsan köprükni ifadelemeydin. En az 3'ten başlap onun üstündeki san köprük hesaplanırdı. Verdeki namazlar degenin özü elbette en az namazının 2 emes ikenligini, 2 vakit emes ikenligini, 2'den köp ikenligini gösterdi. Bu bir nokta. Onun kendindeki bulup mu oturdaki namazga degen bu söz hem en az 2'den köp ikenligini gösterdi. Bir narsani oturdu kişi bana deyiş için onun 5'i bir narsa en az ayıgıda bir tal narsa buluş gerek. 2 yanda birden bolganda yoki da ostida birisi, ustida birisi bolgan vaqtida o oturdukisi degan bo'ladi. Buni o'xshagan dalillar Qur'oni Karimning o'zida ko'rmang. Mushundaq bo'lishiga vaqmay bu mahluqlar Qur'oni Karimga ham bu kadar ig'ir darajada axloqsizlik qilyotdi, tuhmat qilyotdi. Qur'oni Karimga Allohning so'ziga vahiysiga ahanat qilyotdi. Bularning bu birisi emas, bularning her bir qilgan gepi, her bir tal gepi bularning yeterlik kafir ekanligining dalili qarindoshlar. Ya bir insonni biz bir narsani bexil tushunib olsak, o'shuningdan chiqolmaydigan bir qo'yimiz bor ekan. Bir turib tillamaydigan odamni tillab ketadigan bir qo'yimiz bor. Tillamaydigan odamni tillab ketadigan. Bir odamning bir ishi ya bir tal so'zi bir siyosatda yakmay qalsa, bidemning ishida uni xoin, munofiq, jasusga chiqarib o'ltiradigan. Emniyetde jasuslikqa haqiqiy isbotlanib turayotgan insonni mavi jasus, mani bekitayli desa, yo onda deyotmayli, onda kesibotmayli deb qo'padigan. Normal bir
bir Müslümanını, adetdeki bir Müslümanını haligançaylı kafir, fasık, münafık deydigan, emniyette kafirine kafir deyilmaydigan. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın bir tal hükmünü inkar kılgan insan kafir oldu. İslam dininden çıkartken buldu ya ki İslam dininden gelmegen buldu. Ama ma mehluklar Kur'an-ı Kerim'nin hem yerini inkar kıldı kardeşler. Hadis demez. Kur'an-ı Kerim'nin hem yerini inkar kıldı. Kademde bir ayetini inkar kıldı bula. Biz bir eşkinin aldıda bir sohbet kıldık. Sual cevaplık şekilde. Bunun da nurgulluğun misallarını verdik. Sohbet uzarıp gelmesinde kıskıça delillerini keltirdik. Nurgulluğun delilleden bir neçe kısmını keltirdik. Neçe parça delil keltirdik. Emniyette bula şu delillerin hemmisini, yani Kur'an-ı Kerim'den lan delil keltirdik. Bunların hemmini inkar kıldı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala nimdeydi? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Kul degen den Muhammed Aleyhisselam. Dep koyan Muhammed Aleyhisselam. Bu Kur'an-ı Kerim'de siz epkegen vehidi şeklinde vatkan, sizge guman bilen qarıvatkan, mandak kişiliğe nispeten dep koyan. Depulup nimdeydi? Nimini den deydi? İn kuntum tuhibbunallah. Eğer sizler Allah'ın yaxşı görüldüğün bolsaňlar. Allah'çı oludğun bula bolsaňlar. Allah imanınlı ola bolsa. Allah'a itaat kılıdığın bula bolsaňlar, fettebi'uni. Maňa ägişiňlar den deydi. Allah'ın ayeti. Ras Allah'ı şinidğan bula bolsa, aşu Allah nim deydi? Maňa bolgan imanını, maňa bolgan sadakatini, maňa bolgan muhabbetini sizge ägişiş arkalık ispatlasın deydi. Ayet. Bunu itaat kıldı mı? İtaat kılmadı. Bunu inkar kıldı. Şu ayetinin aslına karısa yine bir ayetinin deydi Allah Subhanahu Teala. Eti'ullaha ve Rasul deydi. Allah itaat kılınla ey müminler. Allah itaat kılınla. Ve Resulullah itaat kılınla. Allah'ın elçisi itaat kılınla deydi. Allah'la itaat kılınsa bula olsa Resulullah'a mı itaat kılınla deyişin namazıdır. Ya bu kadar uçuk, bu kadar inik narsa kardeşler. Şu an bu muayeleşip kessin. Bu inik bulup kessin bu narsalar. Yok bizge Kur'an yeterli. Yok Kur'an'da bunda da bak. Kur'an'da Allah bunda degen. Birisi davet eden bir sarangdan birisi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala Allah bunda deydi. Harak işini haram kılmadı. Harak haram emas. Yani harak içip mesulat namaz okumanlar, meslik halatında namaz okumanlar deydi. Demek o harak iş normal iş. Harak iştanlı bulundu. Lekin namazlı mesalettek hemenle deydi buna. Hey, bu ikilsizlikten mı biraz çeki oluş gerek? İnsanlar, ikilsizlikten mı, bu dötlükten mı biraz çeki oluş gerek? Bu insanların kişilerini bu kadar ikilsiz sanımanlar. Biz muyunda desek, aynı çabuk da dep erişip kalamı ki dep oylamanlar, o kadar aklı aciz, o kadar metu, o kadar saranamaz bizden halkımız. Hiç olmasa bizge okşaş, Müslümanın sözlevatkan, bu cöylevatkan, bu cöyleşler anlanan, bu pelefetişlik, bu vesveseler anlanan, şeytanlıklar anlanan ki mahiyetini içip birdiğen, çöndürüp birdiğen kişilerini Allah çıkarıp durdu. Bu yerdeki gep harak işanlı buludun ama namazda mes okumanla degen gep emes o. Harak haram mes degen gep emes. Ya ki de harak haram degen hakta ayet düşmegen gep yok. Kur'an'da ondaki gep yok degen gep yok. Kur'an'da şundaki gepler var. Nurgun yerde Kur'an-ı Kerim'de her xil ayetlerde ibareli bilen harakının haram ikenligi hakkında ayetler var. Bula oylayacak okşaydı. Bir türlü kişiler Kur'an okumaydı. Kur'an'ın tefsirini düşünmeydi, manasını düşünmeydi. Onda oğandan ki biz müşrikler de bozsama bilmek kılıvalımız. Allah da boğan bunu zaten. Müşrikler, Allah'ı şirik keltirgen müşrikler, kanda kılıdı?
her vakit Müslümanlığı bilen cengi cidal kılıdı bula. Hatta ki Müslümanlığını diniden yandırıp çıkarganı kadar, murtat kılganı kadar, kafir, müşrik kılganı kadar, bula kurbiyet salam, yol tapal salam, yüçük tapal salam, bula üçe kişidir, bula hareket kılıdı, bula mücadele kılıdı deydi. Allah zaten bunun haber vergen. Biz bunu bilgenlikimiz için, bu dinni azdır köptür ügengen kişiler bunu bilgenlik için, bunu boşunda ahmaklının ki, kişilerge on tahtige kılıp biyani hudu Yahudluğa okşaş, Nasaralığa okşaş, mında tütüülüp durup kalanlığını miyege degen okşaş, bunda kılıdıqanlıqını biz bilgenlikimiz için bunun karta her vakit kolumuzun kilisçe izahat verip durumuz. Bu türdeki bu Kerem Zahir'e okşaş, Ahmet Dutaçı'ya okşaş, Ahmet Can Kasım, Beş Doğrak, Maş Doğrak degen bu insanlığı bilen binası değişiş, bulağı karta binası değiş noktasında emas kardeşler. Ve a'rid anil cahilin dedi Allah Kur'an-ı Kerim'de. Cahilleden yüz örün. Ulu olan tamamen dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'in talimatı, biz biliyoruz bunu. Biri cahillen tamamasık lazım. Bulanın üzey, bulanın kılıvatkan, bunu yukarıdaki bir gipini inkar kılıp duruşlarının üzey, bulanın ihtarlık cahillikinin ispatı. Bu biri. Yine biri münazire yaki reddiye degen toğrunu hakkını tepiş istikedeki kişiler oturuştu bulduğun narsa. Başkalar tarafından şu iddianı takıtışkı buyurulgan kişiler bilen bulmaydı bu narsa. O toğrunu tepişemez onun gayesi. Onun gayesi kişilerini azdırış. Men mançı kişini azdırdım tahminen, ançı kişini azdırdım, mançı kişini İslam'a öç kıldım, İslam'dan yaraklaştırdım dep binesi alıdığın kişiler bulan. Aşının için teminat hep hecleydiğin insanlar. Yani bulanın garizi bir şeyden binası değişiş, paranlaşıp, münazirleşip, eğer hak yol, kanun doğru ikenligi oturuğa çıksa, şunu tutuş, şunun kiliş emez. Bulanın hizmeti muayyen, azdırış. Kişilerini İslam'dan yaklaştırış. İslam bilen kişilerin oturuşuna acırtıp çıkırış. Üzüş. Bunda boğanırken buluk hayli olmaydı. Buluğu nereden kelsen hayli olmaydı. Hiç kimnin kulağını hayli kılış mesuliyeti yok, mecburiyeti yok. Lakin normal Müslüman ammısını, insanlığını muşunun koşuğun aşı müsteşrikliğinden tartıp ve şulanın yoldumangan aşı zındıklığından tartıp ve bugün kündeki bu yeni zındıklığının ki azdırışlardan, kaymuk duruşlardan İslam ve İslam'ın körsetmeleri, talimatları hakkında şu bilgi selişlerinden Müslümanlığını agahlandırış. Bu bizim mesuliyetimiz. Bulağa kanun doğru, kanun hata hikayelerini yürütüp biriş. Bu bizim işimiz. Biz bu sözlerini ma noktasına çıkış kılıp durup davatımız biz. Ma mesuliyet noktasının davatımız. Ama doğrunu tepiş münasebeti bilen benim kallamda bunda suallar durdu. Ben manda fikirlerden tesir koşurdum. Yani benim hazır fikrim mavu. Tutkay yulan mavu. Ama şu meseleler hakkında dünyada manda suallar bulavatıdı. Benim kallamda şahsen manda bir bineş türlük sual var. Yani kallamdan ötmeye kalkan manda yer var. Muşu nesile hakkında bir fikirleşsek olattı. Yani bir münazirleşip baksak, benim doğru mu, senin doğru mu, ya ki falanın doğru mu? Muşu meseleyi bir aydınlaştırsak olattı deydiğin kişiler okuyorsa, bir kallı, aklı, hoşu, cahili insanlı okuyorsa, doğrusu hak kası olsa, şu doktorga çıkanlıkta da, he dep, onundan bir huzurlu düşünü bildiğin, mındak insanlı okuyorsa, biz bunu bilen rahat paranlaşımız. Men emes, kür mınglıgan talibul ilmine, ehli ilmine oturdu. Bu mahluklu bilen, sen ondakçı, mındakçı, çıkan bana deyişimiz, bunda olsa uçakta biz mi şunu koşuş olmadık.
Biz mi uçakda aşının okşaş Allah'ın emriga xiloflik qilgan bo'lmadik. Cahilli bilen teng olmanglar. Ulu bilen roburo kelmanglar. Ular bilen kargılı olmason. Sizlar to'g'rini qilib, to'g'rini deb menga beringlar degan bu ta'limotlarga xiloflik qilgan bo'lmadik. Ahmoq bo'lmadik bizmi? Bu nuqtani tushunish kerak. Şuna qarindoshlar, gapning yana uzrab ketmaslik uchun ma'lum darajada buni qisqartirib bo'g'ashga tirishaman. Bu kishilarni muayyanlashtirib o'tishinglarni tavsiya qilaman qarindoshlar. Bular mana hozir nayt avjiga chiqyotdi. Ig'izidan chiqara oladigan gap bo'lsa chiqara olyotdi. Dinni tamamen parcha-parchalab kesib tashlayotdi. Bularning kufrligi, kofirligi aniq boydinglab ketsin. Bularning dinga qilayotgan o'chmanligi, din dushmanligi, din o'chmanligini taqat quchilar ekanligi bu aniq qilib ketsin, muayyanlashtiribdinglar. Xo'sh. Muayyanlashtiribdinglar deyishki sabab bu. Muayyanlashtirib etmagan vaqtingizda bular hozirgidek avzanaydi bir mezgil. Qarasa odatdagi bir musulmon, odatdagi bir yosh musulmon farzandlarimo, yosh o'smirlar, yosh yigit qizlar hem bularning gapidan shubhilanadigan, bularning gapiga ahamiyat bermaydigan, diqqat qilmaydigan, ko'rmaydigan, o'qimaydigan bulab qolganning yoqi bular turiblar yana bir pardani o'zgartirdi bular. Başta biz şeytanın misalini yapmadık. Yani bir perdeni özgürtüdü. Biz yalanlaşlam gapni bunda açık versek, bizim gibimiz anlaydıgan yüzümüzden başka adam kalmadık. Emdi bularni bunda biz yuğan işte azdırammasak mı? Bularni bunda kişi işe davet kılış arkalık yuğan işten mehrum kalaylı diyen şeytanın prensibi bilen yine oturuğa çıkıyordu bular. Bazı bir to'g'ri o'xshaydigan gaplarni o'tirib qo'yishga boshlaydi. Bazı ilmiyligi var dek gaplarni o'tirib qo'yishga boshlaydi. Buni muayyanlashtirib etmagan kishilar, "Voy to'g'ri gapibdi" deb barmoqqa chiqib boshlaydi. Paylashadi, o'rtoqlashadi, buni taqatadi buning yozmalarini, bularning gaplarini. "Voy paloni to'g'ri gapibdi. Rost men shunda o'ylayotgandim. Ya ma millat buni bunda o'ylashi kerak edi. Ma millat shu nuqtani tushunmayotdi" deydigan kishilar chiqishga boshlaydi. Yine bularning yozmalarga, videolarga, fikrlarga diqqatini beradigan kishilar sal ko'paygandan keyin bular yana ishdan ko'nikini solishga boshlaydi. Yana oshqozonlarini, uchay bag'irlarini churishga, tashqi chiqarishga boshlaydi. Demak, bularning 2-4 tal gapiga aldanib qolganlar ahmoq bo'ladi. Shunga buni muayyanlashtirib o'tish kerakki, xuddi şeytan insan uchun hech qachon foydali narsa o'ylamaydigandek, foydali bir narsa haqida vasvasa qilmaydigandek, bular insonning ichidan chiqqan shaytonlar bo'lganligi uchun bular bir insonga foydali fikr qilmaydi. Foydali bir narsa ko'rsatmaydi, foydali yo'lga boshlamaydi. Foydali yo'lda ko'rsatgan narsa ham bu insonlar uchun emas, o'shaning o'zi uchun foydali. O'zi uchun sahna hazırlash yoki bir sharoit hazırlash uchun qilayotgan ishi. Bunu bu işi düşünüş lazım qarindoshlar. Mushunday masalaga, mushunday fikrlarga, mushu fikrlar shunda bix urib o'tirib chiqishga boshlagan aman darhol buningga nisbatan bir pozitsiyada bo'lib, buningga nisbatan bir to'g'ri tushunchada bo'lib, bilmaganni biladiganlardan so'rab, mushunga o'xshagan videolardan, darslar, suhbatlardan foydalanib turib, bularga nisbatan qanday muomala qilishning yo'lini bilib olmasanglar qarindoshlar, turib bular ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Ma'lum kishilar bularning ta'siriga uchraydi. Keyin bara bu shunday ozg'un fikrlar ma'lum darajada e'tibor beriladigan, hech bo'lmasa kishilar buningdan yirganmaydigan, chuchimaydigan bunda holatga normallashish holatiga kelib qoladi. Bu to'liq xatarli ahvol. Fojialik bir oqibat qarindoshlar. Masalan, 8-9 yillarning oldida ismini birimiz Abduli Ayub degan kishi medrese ishlariga qarta, medresada o'qish, ya'ni shariat ilmida o'qish, Qur'on hadis asosidagi ilmlarda ilm tahsil qilishga qarta bir fikrini o'tirib qo'yishga boshladi. Bir maqolasi orqali o'tirib chiqdi. Keynidan bu narsani kuchlantirib mangdi.
Yani medresede okuganlar nima qila oladi? Pende okuganlar 4 yıl okuydu, 5 yıl okuydu, hizmet qila oladi. Dinde okuganlar ömür boyu okuydu ekan, hizmet qilolmaydi ekan. Onda o'g'ani bunun nima foydasi deganga o'xshagan temalarda bir narsalarni o'tirib qo'yishga boshladi. Shariatda o'qishning bu millatga ziyonli ekanligini, foyda kelmaydiganligini, shariatda o'qiymiz deb panda o'qimaslikning bizga nisbatan yomon oqibat keladiganligi qatorliq mazmunlarda bir narsani o'tirib chiqarishga boshladi. Shu xil iddida ammo o'tirib chiqamayotgan fikrdagi ozg'in fikrdagi kishilar asta-asta buning atrofiga qo'yishga boshladi. Şu fikirler asta-asta ilgiri sürüldü. Bunu uçuk şekilde demagan bo'lsa-mu, epey holatda xizmat qilinmaydi ekan, buning vaqti chiq ketadi ekan, o'kan bukan degan shaklda chiqqan bo'lsa-mu, kim buning gapini anglaydigan odamni bir oz tomoshabinlar asal ovushqa agishib, bu gapini yalang'ochlashga boshladi. Atrofidagilar buningga qo'shilib, buningdan eshirib qilishga boshladi. Neticede shu Qur'on kurslarini, Kur'an qariqlarini, medreselerini taqib etish lazım degan uçuk bayonotlar o'tirg'i chiqish darajasiga keldi. Biz shu vaqtlarimizda shuning qarta tegishli javobini berdik. Ammo xalqimiz bara-bara bunu shu fikrlarga ma'lum darajada qimmat beradigan bo'lib, bugungi kun kelganda medresede o'qish bilan, medresechilik bilan shug'ullanish bilan yoki dinda o'qish bilan bu vatanni og'ilolmaydi ekan, bu mustaqil og'ilolmaydi ekan, bu yo'limizda yo'l topqilolmaydi ekan degan yerga hammasi kelib o'tadi. Ya'ni bu fikr hamma sohaga ma'lum darajada singib o'tadi qarindoshlar. Bu eng yuqori sekdagi bir jahillik. İslamda o'qish degan gap ilm panda o'qimaslik degan gap emas. İslamda o'qish degan ilm panga qarshilik qilish degan gap emas. İslamda o'qish degan davlat tutmaslik kerak degan gap emas. İslamda o'qish degan davlat tutanmaslikni o'rganish degan gap emas u. Sanoat o'rganmaslik degan gap emas u. Ma yer sharida, yerning ziminning yüzida yashaydigan bir qalalloh, qala Rasululloh o'rgangan bir inson hech qachon ilm fan o'rganmaslik kerak, sanoat o'rganmaslik kerak. Bu davlatni bunda yalang'oylab birib, sallatonlardan ozod qilish kerak, qo'lga qurol olmaslik kerak demaydi ki. Siyoset o'rganmaslik kerak demaydi ki. Hech kim demaydi buni. Kim dedi? Qur'onning, shariatning, shar'iy medreselarininki qanday bir medresening manhajida ilm fan o'rganma deb bor. Bu bizning islom dini musulmonlar uchun nima foydali bo'lsa, Müslümanlar bizning musulmonligini, dinini, medreselerini, davlatini, zeminini qo'g'dash uchun nimaga ehtiyojli bo'lsa, shuni qilishga insonlar taklif qilinadi. Buyuriladi shuni o'rganishga. Bir inson dinda, islom dinida bo'lmagan bir inson, davlatimni qo'g'dash uchun men bilimda o'qiyman, fizikada o'qiyman desin, kimyada o'qiyman desin, masalan, sanoatda o'qiyman desin. Bu shu maash uchun o'qiydi. Ama din ço dese, İslam dini, medrese ço dese, senin yani bir türlük Müslümanlığının sanaat öğrenişi, bir türlük Müslümanlığının şer'i siyaset öğrenişi, bir türlük Müslümanlığının ilim pen öğrenişi, ilim penden yaxşı faydalanışı, devlet üçün, devletke yeterlik ihtiyaçlık pellerde ma'lum derecede kişilerin terbiyelenişi vacip de bugündür bu ne? Onu öğrenişte vacip, öğrense savab buludu da bugündür bu ne? Nerede karşı bu? Demek muşunçolar bir hakikat o kadar uçuk tutsa mı şu insanlar bir türlü kişilige amma halıkka bunu tehdit götürüp medresede okutuş ya ki medrese Kur'an kurslarını takıtış için şularını kişilerden ayırıp taşlaş için kişilerin Müslümanlığını medreselerden ayırıp etiş için buna her xil gaplarni qildi. Ballarım onu fen gibi olma. Dinde okutmanlar. Dinde okutmagan vaqtında şu puldan başka maksat qilmaydigan inson bo'lsa. Ülüdigan meydanga, jang meydaniga baralaydigan inson bo'lolmaysan. Unda inson tarbiyalanmaysan. Bir ma'naviyatga bog'lanmagan hech qanday bir millat jang meydaniga qo'rqmay borolmaydi.
Allah Allah. Demek bunu muşundak meselelerini, muşundak nezariyelerini oturuğa koyup ma'lum derecede kişiler baza taptı. Yani bu şu dastlabki vaqtida 7-8 yılın aldıda bir türlük adamla kılgan bolsa bu gapni bu bara musulmonlarning ichidan shu gapni qiladigan, qo'llaydigan yo bolalarni men shu madrasada o'qitib tursak o'muqdak, panda o'qisak o'qidak, ilm panda o'qisak o'qidak, dinda o'qitmasak o'qidak degan gaplarni musulmon ommasini qiladigan bo'ldi. Hatto o'zi men ahli ilmi deydigan toifalarning ichidami bu gapni deydiganlar bo'ldi. Bara cihadi sahada yaşayan, cihadi sahanı tushunadigan kishilarning ig'zidanmi bu medresega ham yepishiverish bizni keyinda qoldirdi. Biz hamma sahani o'rganish kerak degan bu gaplar o'tirib chiqishga boshladi. Ya bu yerda muhim nozik bir nuqta var. İlim fanni o'rganma emas. Kim cheklaydi? İlim fanni o'rganish kerak, sanoat o'rganish kerak, ximiya, coğrafya o'rganish kerak albatta. Bu yuqorida dedik bir davlatda lozim bo'ladigan har qanday sohani o'rganish kerak. Lekin hammadan mo desa, bütün millat shuni o'rganish kerak bu desa, albatta bir turliklari buni o'rganadi, bir turliklari buni, bir turliklari buni o'rganganga o'xshash, ya'ni bir turlik kishilar shu sohada xizmat qiladigan, shu sohada o'qimoqchi bo'lganlarni rag'batlantirib turadigan, kuchlantirib turadigan bir turlik madrasada o'qiydigan kishilar bo'lishi kerak. Ayet o'qib turib, hadis o'qib turib, shu o'qishlarninki ne kadar yüksek ish ekanligini, kelgusida davlat uchun, xalq uchun qanchalik foydalarni keladiganligini, shunda bu qancha bularning katta ajriga erishadiganligini tushuntirib turadigan, bularni ilhomlantirib turadigan ahli ilmlar yetishi kerak emasmi? Fizikada o'qisin, matematikada o'qisin, ximiyada o'qisin, sanoatning har xil turlarida o'qisin, doktorlikda o'qisin, doktorlikda, masalan, uçquchilikda o'qisin, har xil sohada o'qisin, madrasada o'qimasin. Mahil fikrlar chiqyapti bugun. Kunimizga kelganda tug'an sirib shuni aytmayapti. Biz deymiz, madrasada o'qiyotganligi bo'lsin, doktorlikda o'qiydiganligi bo'lsin, sanoatda o'qiydiganligi bo'lsin, ilm fanda o'qiydiganligi bo'lsin, hatto tarixda, coğrafiyada o'qiydiganligi bo'lsin. Her xil sahada o'qiydiganlar bo'lsin deyapmiz. Bizning deydigimiz bu. Ammo bir turli kishilarni ozdirish uchun harakat qilayotganlar nima deydi desa, shu hamma narsada o'qisin. Satrashchilikda o'qisin. Hatto bir nima deymiz endi? İnsanning jinsini almashtirgan fanda o'qisin ma'qul, o'qisin. Jinsiy organlarini almashtiradigan erni ayol, ayolni er qitgan fanda o'qisin. Ama dinde okumasın. Ama fark bu qarindoshlar. Mana shuni o'ylash kerak. Ama şu gaplimi ma'lum darajada baza topdi. Nimishqa? Boshda bunga sajgur qaramaganlik uchun. Boshda bunga diqqat qilmaganlik uchun. Biz qiladigani Sharqi Turkistonlik bu aciz millatni shu Xitoyda kuchlik millatga nisbatan kuchlik qilib ko'rsatdigani bizning islom bilan bog'langan ruhimiz, Qur'on hadisga bog'langan ruhimiz, Qur'on hadisning ta'limotiga tayanib turib, kishilar bilmagan narsalarni bilalaydiganligimiz, kishilar xabar topmagan nurg'un narsalardan xabar topa oladiganligimiz, uningga ko'ra yo'l tuta oladiganligimiz bizning kuchimiz qarindoshlar. Bizni buningdan arif etishning o'zi bizni munqariz qilish. Madrasadan yiroqlashtirish, madrasani azizlatish, madrasalarni, Qur'on kurslarini, qariqlarni taqash degan gapning o'zi Uyg'urlarda mushu Xitoyni qo'rqitayotgan, Xitoyga bisim kelayotgan narsa mushitda mushuni bir yo'q qilib o'taylikki, men Xitoy qo'rqmaydigan bo'lsin Uyg'urdan. Xitoyga bisim kelayotgan bu ma'naviyatni yo'q qilib o'taylik. Munqariz bo'lib yashaylik degandan boshqa narsa emas. Ammo xalqimiz mushunday gapni qilgan kishiligimi e'tibor beryotdi, maqolalarini o'qiyotdi, so'zlayotgan gaplarni anglayotdi, quloq solyotdi. Biz deymiz, bunday gaplarga qarindoshlar aqllan muomala qilinglar. Farq etaylik bunday narsalarni. Bu gaplarning foyda ziynini farq etaylik. Buning qarta
diqqatli bo'layli. Bunun qarta biz kinçe bara bunun xətri oturuğa çıkıp biz mınqarız bulup yoki ma'lum darajada millat bo'yicha xatolik ko'zlanib ketishdan ehtiyot qilaylik qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo hammamizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lda manqil nasib etsin. Dindin yaroqlashish orqali Allah subhanahu va taolo bizni dunyo oxiratda har kunga tashlab qo'yg'uchilar